Assalomu alaykum aziz bolalar. Hurmatli o'quvchilar, mana biz sizlar bilan bugun mahorat darsi o'tmoqchimiz. Shuning uchun sizlarni maktablaringizga tashrif buyurdik. Mana shu Qiziriq tumanidagi 12-son musiqa, bolalar musiqa maktabi. To'g'rimi? Yaxshi o'qiyapmizmi hammamiz? Mana shuning uchun bolalar bugun biz sizlar bilan mana shogirdimiz Abdumurod Abdurahmonov bilan birgalikda bitta qo'shiqni mahorat darsini o'tmoqchimiz. Bu kishi ham o'sha bitta qo'shiq bilan kerak bo'lsa xalqaro tanlovlarda, xalqaro festivallarda laureat bo'lib, g'olib bo'lib kelgan Abdumurod aka shogirdimiz bo'ladi. Bugun nasib bo'lsa o'tadigan darsimiz bolalar Allahni hamma biladi. Hammani onasi Allah aytganini eslaydimi? Hozirgi kungacha davom etyapti. Bolalar ukalaringizga yoki o'sha Allah aytib turgan joylarini guvohi bo'lganmisizlar? Allah qanday shirin, juda ham bir boshqacha ohangga, boshqacha. To'g'rimi? Ana shu qarang, onalarimiz Allahsi qatorida bizni mana shu Surxondaryo, Qashqadaryo vohalarimizda otalarimiz ham Allah aytishgan. Otalar Allahsi, masalan, xuddi mana baxshi bolalarni, baxshi eshitasizlarmi? Mana shu baxshilarning masalan deb xirga oyoqqa o'tirgan bo'ladigan bo'lsa, otalarimiz ham shunday nima qilib, xirgoyi qilib o'zini tilaklarini, masalan, bu Allah, otalar Allahsi bo'ladimi, onalar Allahsi bo'ladimi? Buni bir Allah degan qo'shiq yozay deb bironta shoir yoki kompozitor musiqa bastalamagan. Bu haqiqiy mana shu onalarimizni, otalarimizni farzandga bo'lgan mehr muhabbatini o'sha nolalar bilan bir-birini bog'lovchi bir ilohiy bir ohanglar, Allahlar. Shuni qarang, masalan, uyingizda onangiz masalan musiqa maktabida o'qimagan, to'g'rimi? Yoki uning bir musiqiy bilimi bo'lmasa ham, lekin yurakdan aytib o'sha go'dak uxlab qoladimi? Deb hamma o'zini bilganicha xirgoyi qiladi, to'g'rimi? Demak, mana bugun biz sizlar bilan otalar Allahsi haqida o'tamiz. Qarang, otalar Allahsi endi bizdan avloddan avlodga o'tib kelyapti bolalar. U ham xuddi Allah ham niyat qo'shiq. Masalan, bitta otasi, ismingiz kim sizlar? Temurbek, a? Qarang, sizni bobongiz Temur, siz tug'ilganda Temur deb farzand qo'ygan, ism qo'yganlar. Demak, sizni tug'ilgansiz chaqaloqsiz. O'shan endi Temurboyga niyat bildirdilar-da, endi o'sha bobolarimiz qo'shiq aytib beray deb siz uni tushunmaysiz. Masalan, nima deb gapga tushunmaydi-ku yosh bola. Lekin chin qalbdan niyatlarini o'sha yaratgandan so'rab niyatlar qilingan. Misol, Temurjonim katta jigit bo'lsin, polvon ko'pga, polvon chog'am bo'lsin, yana nimalar bo'lsin, zo'r jigitlar bo'lsin, voy baxshinday qizlar bilan turmush qurib, shunday farzandlar yana qancha yetsin. Ketayvergan niyat bo'lgan, to'g'rimi? Bu niyat degan, uni hech bir qofiyasiga qarab o'tirmagan. Haqiqiy niyatlarini tizzalariga qo'yib aytib o'tirgan. Endi Abdumurodjon mana shu so'z bilan agar qilib ma'qul bo'lsa, endi mana shu qo'shiqni bolalar bilan aytib, bolalarga aytib, birgalikda shu qo'shig'imizni bolalarga tanishtirsak, Abdumurod aka. Mana hurmatli o'quvchilar, o'zimizning o'quvchilarimiz, mana shu Shodmon aka Davlatov ustozim bo'ladi. Mana shu men ham shu folklor yo'nalishida ko'p qo'shiqlar, viloyatda bo'ladigan mustaqillik,
Navro'z bayramlarida juda ko'p qo'shiqlar menga yozib bergan, menga o'rgatgan, bastalagan. Viloyatga chiqqanman men. Toshkentlarga borganman. Turkiston saroylarida ijro etganman. Alpomishning 2500-yilligida Termizning 2500-yilligida ham mana shu otalarni ijro etib, yaqinda bo'lgan asrlar sadosi festivallarida ishtirok etib yurgan, yaxshi natijalarga erishib kelganmiz mana shu qo'shiqlar. Ustozim Shodmon aka Davlatov ko'p qo'shiqlar o'rgatgan menga mana shu. Mana shulardan bittasi bu hozir aytib o'tganidek Ota allasi qo'shiq. Ustoz bilan birga aytdi hozir. Endi qarang bolalar. Men aytaman, sizlar qaytarasizlar, xo'pmi? Hozir naqoratini aytib olamiz, qarang. Ketdik. Talqon tuy. Kasada suv. Betingni juv. Endi anosini aytamiz. Boshlanishini, ha, mayli, qarang. Qora qo'yim qovchini yo, huyo, huyo, huy. Ko'rdilaringmi ovchini yo, huyo, huyo, huy. Tuyalarding o'rkachida yo, huyo, huyo, huy. Çobanı çekip küçeni yo, huyo, huyo. Endi naqoratda aytamiz. Huyo, huy. Talqon tuy. Kasada suv. Betingni juv. Aytılmagan bostanimi. Huyo, huyo, huy. Yurtim boqib bo'stonimni. Huyo, huyo, huy. Huyolar oytay bo'tamaya. Huyo, huyo, huy. Sodiqlar bo'lsin vatanga. Huyo, 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 huy. Talqon tuy. Kasada suv. Betingni juv. Yana. Huyo, huy. Talqon tuy. Kasada suv. Betingni juv. Endi qarang, bu qo'shiqlarni masalan toki o'sha go'dak haligi bola bir uxlab qolguncha yoki bo'lmasa bir narsaga ovunib otalarimiz beshikka solib aytmagan. Otalarimiz tizzalariga olib o'tirib, yo'rgakda shunday tizzalariga olib o'shani uyolab aytgan. Buni masalan ming kuflet aytish mumkin. Hamma o'zini tilagida bildirilib ketaverganda, masalan, yana davom etib ketavergan. Ketdik, Abdumurod qarang. Bog'larda bog'lar bosilsin, huyo, ketdik siz. Bog'lar kesilsin, huyo, barchigitning jo'lig'aya, huyo, kasada gullar ochilsin, huyo, dushmanlarning jo'lig'aya, huyo, chaqirlar tekan bosilsin, huyo, dushmanlarning jo'lig'aya, huyo,
Ana shunday bolalar, masalan, mana shunday bo'lganda endi qarang, onalarimizdan faqat onalarimizni tarixda bu faqat onalarimizni zimmasida bo'lmagan. Alla aytish yoki bolani ovutib, mana shu har qanday ishlarda, ro'zg'or ishlarimi yoki qanday yumushlar bo'ladimi, bitta onani yo ona, ota degan narsa azaldan bular hamjihatlikda. Masalan, ona uxlatish kerak bo'lsa, o'sha onani ham bolasi-ku, to'g'rimi? Otani ham bolasi. Masalan, otalarimiz ham shu bola parvarishiga bee'tibor bo'lmasdan, ona qanday bunga niyatlari bo'lsa, tarbiyasi bo'lsa, otalarimiz ham xuddi shunday bolani olib, o'sha niyatlar qilib, bolani katta qilishda juda katta hissa qo'shilgan. Tushunarlimi bugungi allalar haqida gaplarni? Kimda savollar bor? Savol kimda bor? Hamma yaxshi tushundimi? Ota allasi haqida. Demak qarang, sizlarga savol. Sizlar hech bobolaring mana shu kuzatganmisizlar shu holatni xonadonlaringda? Bolalarning yoki tizzalariga qo'yib, xirgoyi qilib o'tirgan holatlarni kuzatilganmi uyda, xonalarda? Ha? Kimni xonadonida kuzatilgan? Qo'l ko'tarsinchi. Qarang. Ha? Yo'q, bolalarning olib qiziq tuyulganmi? Bir qiziq qilib aytadi, to'g'rimi? Lekin o'sha bolaka ham, o'sha chaqaloq ham onada qancha ovunsa, bolada ham shuncha ovunganmi? Ko'rdingizmi, bolalar? Ana shuning uchun alla siri, alla bu, yana aytaman, buni hech kim alla degan qo'shiq yozmagan yoki alla degan kuyi bitilmagan bu. Bu haqiqiy onaning mehrini ifodasi, nolalar bilan o'sha niyatlari, tilaklari. Otalarniki ham xuddi shunday. Tushunarlimi bolalar? Bolalar, men bugun sizlar bilan mana shu mahorat darsida kelib, ozgina bo'lsa ham tushuncha bergan bo'lsam, men xursandman mana shu sizlar bilan kelib tanishib, dars o'tganimizga. Shogirdim, sizga ham rahmat. Mana shu bugungi kungacha mana bu shogirdimiz ham yosh bola edi. Masalan, 18 dadir, 20 daydi, qancha joylarga borib, bizni nomoddiy madaniy merosimiz, o'sha allalar, xalq o'yinlari, qo'shiqlarni qayerlarda, festivallarda, xalq sayrlarida birgalikda kuylab, buni elga orasida bir manzur bo'lishiga sababchi bo'lganmiz. Shuning uchun hech qachon befarq bo'lmasligimiz kerak. Bizning qadriyatimizdan, nomoddiy madaniy meroslarimizdan, xalq o'yinlarimizdan chillik kim o'ynagan uyda? Qo'l ko'tarsinchi, chillik o'yin o'ynaganmizlar. Bunday bir harf, ikki harf deb tayoq bilan o'ynalargan. Oshiqcha oshiq. Ana shunday umuman bizni nomoddiy madaniy meroslarimizni bilishimiz shart, e'zozlashimiz, keyingi avlodga buni eslatib, ko'rsatib, namuna bo'lib ketishimiz bu albatta biz uchun shart. Shuning uchun bolalar, sizlarga rahmat. Darsimizda shu ishtirok etganlaring uchun. Nasib bo'lsa, yanada Xudo xohlasa kelib mana shunday mahorat darslari bilan qiziqarli temalar ustida ish olib boramiz. Sizga ham rahmat. Sizga ham katta rahmat. Mana shu o'quvchilarimizga kelib, ota allasi haqida o'zingizni bir kerakli nimalaringizni bolalarga o'rgatganingiz uchun, o'zingizda bor fikrlarni, bolalar eshitmagan bunday narsalarni. Bular men uchun juda yaxshi, xursand bo'ldi deb o'ylayman. Sizga katta rahmat kelganingiz uchun. Bolalar, ustozga rahmat aytamiz kelganingiz uchun. Qani? Rahmat. Rahmat sizga.